Barchangizga assalomu alaykum. Traktor bozor kanalining obunachilari va biz kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizga hoziroq like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki biz ushbu dasturimizda eng zo'r bo'lgan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Akalar, sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, ekrandagi reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni YouTube tarmog'ida tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, qani biz esa ushbu dasturimizni uzoq cho'zmagan holatda boshladik. O'tgan safargi dasturlarimizda akalarimiz MTZ-80.1 traktordan so'rashgan edilar. Ushbu akalarimiz uchun ushbu texnikamizni e'lon qilib o'tamiz. MTZ-80.1 traktorimiz sotiladi. Texnikamizning holati a'lo darajada. Hamma yeri ishlab turibdi, balonlari yangi holatda, motor korobka zadniy moslari yaxshi holatda, vomlari ishlaydi, ishga tayyor holatda. Texnikamizni olasiz, o'zingiz ishingizda solishingiz mumkin. Traktorimizning narxi esa 80 million so'm, yana o'z kelishtirib berishadi. Manzil Samarqand viloyatida. Texnikamizga qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz MTZ-80.1 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz ishlab yurgan texnika deya ma'lumot berishgan. Texnikamiz soz holatda, hamma joyi soz holatda, ishlab turgan holatda turibdi, haydab yuribman deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamizning narxi esa 38 million so'm, yana o'z kelishsa bo'ladi. Texnikamiz Toshkent viloyatida ekan. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Bemalol akamizga qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham MTZ-80.1 traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz soz holatda, hamma joylari ishlab turibdi, yurib turgan texnika deya aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning balonlari 70% ekan. Ushbu texnikamiz esa 70 million so'm narxi. Qoraqalpoqda manzil. Bemalol qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari batafsil tushuntirib berishadi. Akalar, agarda sizda ham sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb o'z raqamlarimiz qo'yganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni YouTube tarmog'ida tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-80 izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sizlar uchun. MTZ-80 traktorimiz sotuvga qo'yilgan, alohida kultivatsiyasi sotilar ekan. Texnikamizning hamma yeri soz holatda ishlab turibdi. Traktorimizning narxi esa 55 million so'm, kultivatsiya alohida 20 million so'm deb o'tishmoqdalar. Texnikamiz soz holatda, bemalol olib haydashingiz mumkin. Ushbu traktorimiz Xorazm viloyatida. Qiziqgan tomoshabinlar va obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham MTZ-80 traktori sotiladi. Ushbu texnikamizning kamchiligi yo'q, tayyor holatda yurib turgan texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning narxi esa 90 million so'm, yana o'z kelishsa bo'ladi. Texnikamiz Buxoro viloyatida. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda. Agarda siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, ertangi dasturlarimizni ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta hoziroq ushbu dasturimizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shunda ertangi dasturlarimiz ham o'tkazib yuborib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz Yumzi so'ragan akalarimiz uchun ushbu traktorimiz sizlar uchun akalar. Yumzi TTZ 100 ekskavator sotiladi. Hamma joyiga javob beraman deb aytib o'tishmoqdalar. Ekskavatorimizning hamma yeri soz holatda ishlab turilgan. Texnikamizning hech qanaqa kamchilik va ayblari yo'q, savdosi yana o'z kelishsa bo'ladi deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning Buxoro viloyatida ekan, narxi 53 million so'm. Qiziqgan tomoshabinlarimiz yoki obunachilarimiz bo'lsa, marhamat, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilib, o'z ma'lumotlarini ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqqanlar bo'lsa, marhamat. Navbatdagi sotiladigan traktorimiz ham Yumzi traktori sotiladi. Ushbu traktorimizning hamma yeri soz holatda, holati zo'r, kamchilik yo'q. Akkumulyator toza, stateri bor, komplekt sotiladi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning narxi esa 55 million so'm, yana o'z kelishsa bo'ladi. Texnikamiz Xorazm viloyatida. Qiziqqan tomoshabinlar va obunachilarimiz bo'lsa, akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Keyingi sotiladigan traktorimiz T28 traktori sotiladi. Ushbu texnikamiz 1993-yilda ishlab chiqarilgan, zadniy moslari ochilmagan, motor birinchi remont deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning hamma yeri soz holatda olib ishlatishingiz mumkin. Traktorimizning narxiga keladigan bo'lsak, ushbu T28 traktorimiz 30 million so'm aytib o'tishmoqdalar, yana o'z kelishsa bo'ladi. Traktorimiz Samarqand viloyatida turibdi. Agarda kim qiziqgan bo'lsa, ushbu texnikamizga akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa T28 tilechka Carpen Chisel komplekt holatda sotiladi deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning dokumentlari to'liq bor, traktor joyida yonadi, holati yaxshi, tilechka 4 metrlik katta tilechkadan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning narxi esa 32 million so'm, yana
oz-moz kelishsa bo'ladi. Общий komplekt deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning qolgan joylari soz holatda. Boshqa ma'lumotlari ham qiziq bo'lsa, albatta akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari bilan batafsil gaplashishingiz mumkin. Qiziqganlar bo'lsa, marhamat. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz T40 traktori sotiladi. Ushbu texnikamizning aybi yo'q, hamma joyga javob deb aytib o'tishmoqdalar. Faqat menish kerak, tamom qolgan joylari ideal holatda. T40 motori 100 motor qo'yilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz kim qiziqgan bo'lsa, albatta akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olasiz. Texnikamizning narxi esa 60 million so'm, yana oz-moz kelishsa bo'ladi. Manzil Samarqandda. Qiziqganlar bo'lsa, marhamat. Navbatdagi sotiladigan traktorimiz ham T40 traktori srochno sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning motor qilingan, hamma joyi soz holatda, yonadi, dizatori ham bor deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz esa narxi 40 million so'm ekan. Manzili Surxondaryoda. Qiziqganlar bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, agarda o'zingizga kerakli bo'lgan texnikalar chiqmayotgan bo'lsa, kommentariyada hoziroq o'sha texnikaning nomini yozib qoldirsangiz, biz keyingi dasturlarimizda ham siz so'ragan texnikalarni chiqarishga harakat qilamiz. Buning uchun albatta bitta like, kommentga o'z texnikangizni yozib qoldiring. Navbatdagi sotiladigan traktorimiz TTZ 80 traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning holati soz holatda, zo'r va hamma narsa joyida deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizni faqat haydash kerak. Ushbu traktorimizni qolgan ma'lumotlarni akamiz bilan bog'lanib bilib olishingiz mumkin. Qiziqqan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Narxi 55 million so'm, manzil Buxoroda. Akalar, ushbu ekranda ko'rib turgan traktorimiz ham srochno sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning holati ideal darajada, hamma yer soz holatda ishlab turibdi. Bemalol sotib olishingiz mumkin. Akalar, ushbu texnikamizning narxi esa 11200 dollar deb aytib o'tishmoqdalar. Yana oz-moz kelishsa bo'ladi. Ushbu texnikamiz Namangan viloyatida. Qolgan ma'lumotlarni akamiz bilan bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Ushbu texnikamiz juda ham ideal holatda, bemalol sotib olishingiz mumkin. Qiziqqan tomoshabinlaringiz bo'lsa, bemalol akamizga telefon qilsangiz, akalar, keyingi sotiladigan texnikamiz ham TTZ 80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Kam ishlagan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning hamma joyi radnoy holatda, hujjatlari joyida. Ushbu texnikamiz 50 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana oz-moz kelishsa bo'ladi. Manzil Toshkent viloyatida. Qiziqqan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda turibdi. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqqanlar bo'lsa, marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa MTZ 82.1 traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz srochno sotiladi. Traktorimiz soz holatda, hamma yeri soz holatda ishlab turgan, kapitalli motordan chiqqan deb aytib o'tishmoqdalar. Holati zo'r holatda, narxi esa 9000 dollar, yana oz-moz kelishsa bo'ladi. Manzil Farg'onada. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqganlar bo'lsa, marhamat.